Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana shu xarita bo'ylab mana shu otaxon 72 yoshlarida velosipedda 22 kunda Kosonsoydan Xivagacha borib yana qaytib kelishga ulgurganlar. Eng qizig'ini aytaymi? Shuncha masofani bosib o'tgandan keyin yana mana yetib kelib, mana shu joyga bir borib kelgandim. Tekda rasmlari bor. Shuni bir kanalingizga chiqarib bera olasizlarmi deb kelibdilar. Ko'pchilik qayergadir piyoda yo'lga chiqyapti yoki velosipedda borib kelguncha kontent qilyapti, bu qilyapti, bu qilyapti. Mana hech kimga aytmasdan, hech qayerda jar solmasdan shunchaki sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish uchun shu yoshlarni mana shunaqa 73 yoshdan tetik velosiped minib shuncha joyga borib kelish mumkinligiga ishontirish uchun sport bilan shug'ullanishni targ'ib qilish maqsadida mana shu aka Kosonsoy tumanidan Karimjon akam, ismlari Karimjon. Nima bo'ldi mana 22 kunda borib keldingiz? Endi sal charchashlar ham bo'ldi. Alloh bir kuch-quvvat berar ekan. Sog' salomat mana bir aylanib, bir ziyorat qilib, aylanib. Bu Karimjon akani brend sayohatlari emas, bu kishi muntazam ravishda uzoq yillardan beri velosipedda O'shga borgansiz, Andijon, Farg'ona vodiy ichida. Keyin 2 yil oldin 2023-yilda Buxorogacha velosipedda borganman dedilar. Bu safar o'sha o'z rekordlarini yangilash maqsadida bu yo'g'i mana Xorazmgacha borib ketdilar. Xudo xolasa endi keyingi maqsadlar nima? Alloh umr bersa, keyingi maqsadlarimiz narigi yilga shu hajga harakat, umraga borishga intilyapmiz endi. Alloh kuch-quvvat bersa, sog' salomat yursak, ashaga borib kelishga niyat qilganmiz. Rahmat sizlarga ham sog' salomat Shu aka bo'linglar. uchun bitta like bosib qo'yasizlar degan bittasi.